Assalamu alaikum hürmetli görürmenler. Uyghur Akbarat Merkezi'nin Abdülü Haberler programımıza hoş geldiniz. Ben Muhammed İzzet. Aldı bilen haberlerimizden asasi mezmunlarını tanıştırırız. Xitay Şarkı Türkistan'da vaba sebeplik qalaymiqanchilik chiqishining oldini olish uchun qattiq tadbir qo'llanmoqda. Xitoyning favqulodda qattiq karantin tadbirlari fuqarolarni cho'chitmoqda. Nancy Pelosi bilan Baydenning Xitoyga bo'lgan tutumida farq ko'rildi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın alayida tekşürgüçisi öz doklatida Şarkı Türkistan'da mecburi emgek selish ahvalları yüz bermekte deb yakun chiqadi. Xitoy Şarkı Türkistan'da başkurilgan bombasini qilib aeroplanini etib tushirdi. Tövendeki haberlerimizden tepsili mezmunları bo'lsa. Japon Times Store'ning 15 avgust xabari ko'ra, Xitoy virusi qaytadan Şarkı Türkiston va Tibetda yamirgan bo'lib, Xitoy doiralari bu joylarda qattiq karantin tadbirlarini yo'l qo'ygan. Ve bu jarayonda ilgari hokimiyatga qarshi e'tirozlarni besiqtirish uchun ishlatilgan vositalarni, hatto atalmish terrorlik qarshi turish tadbirlarini ishlatgan. Egilishicha, yillar bo'yi Tibetlarga va Uyg'urlarga ishlatilib kelgan keng ko'lamli nazorat qilish tadbirlari bu qitimli karantin mezgilida qo'llanilgan. Xitoy doiralari bu orqali kishilarning karantin tadbirlariga qat'iy bo'ysunmaganligini bilib turmoqchi va shu orqali Sharq Turkiston va Tibetda bu yilning 5-ida Shanxayda yuz berganda kollektiv norozilik qilmishlarining ko'rilishining oldini olmoqchi bo'lgan. Avustraliyadagi ABC to'rining 16 avgust xabari ko'ra, Shanxaydagi ma'lum bir Ekiyatalla bozoridagi bir xizmatchining tojismon virus yuqumdori bilan yaqin aloqada bo'lganligining bayqilishi bu yerda qattiq qalaymiqanchilik paydo qilgan. Aloqador video ejitib ko'rsatilishicha, doirlar Shanxaydagi mazkur Ekiyatalla bozorini to'liq karantin qilish maqsadida ichidagi xaridorlarni sirtqa chiqqala qo'ymay ishlarini etib olganda, Xitoyning favqulodda qattiq va rahimsiz karantin tadbirlaridan cho'chib ketgan Xitoy fuqarolari ishga o'zini etib, bexatarlik xodimlarining to'saqlarini bosib o'tib sirtqa chiqib boshlagan. Bu yılning 5-dagi qattiq qamalda karantinga paylanmagan ba'zi Xitoy fuqarolarining binodan o'zini etib ulvag'anligi aloqador videolar to'rda ko'plab tarqalib ketgan edi. Newsweek to'rining 17 avgustdagi maqolasida ko'rsatilishicha, Baydenning ba'zi yuqori darajali xizmatchilari Avam palatasining raisi Nancy Pelosining taybiy ziyoratining hech qanday foydasi yo'q deb qaragan. Ular Xitoy Xalq Ozodlik armiyasining qurilganligiga 95 yil bo'lgan va 2022 yilning oxirida partiya qurultoyi o'tkazilishi oldi turayotgan mushu paytda Xitoy Kompartiyasini o'sal ahvolga tushirib qo'yishdan oshkora ogohlantirgan. Texnik ko'p nomsiz ushur manbalari Xitoyning harbiy inkas qaytarishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirgan. Prezident Jo Bayden bu andishlarni oshkora ifodalab, armiya hozircha buni ancha yaxshi fikr emas deb qaramoqda degan. 2021 yil 1-oydan boshlab Prezident Baydenning Xitoy siyosiy hamkorlik va raqobatning nozik aralashmasi bo'lib kelgan bo'lib, u Xitoy bilan bo'lgan hamkorlik va raqobatdan iborat har ikki qarorni bir-biriga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan tang yo'l qo'ya olmayman deb qaragan. U bultur Birlashgan Davlatlar Tashkilotida qilgan so'zida mundaq degan: "Meningcha dunyodagi barliq cho'ng davlatlar o'zaro munosabatiga jiddiy muomala qilib, uning sog'lom raqobatdan to'qinishga aylanib ketishining oldini olish kerak." Lekin Nancy Pelosi Jo Baydenning bu xil tutumlarga va Xitoyning bo'lg'isi inkosiriga parvo qilmasdan Tayvanni ziyorat qilib va shu sababli Xitoy doiralari uningga va bevosita oila a'zolariga embargo yurgizgan. Nancy Pelosi bu embargoga qanday inkos qaytarganligi to'g'risida so'ralgan savolga hech qanday inkos qaytarmadim, buningga kim parvo qilib deysiz, deb javob bergan. Va Tayvan masalasini nazarda saqit qilolmaydiganligini, bu qatimliq Tayvan ziyoratidan pushaymon qilmaydiganligini takror ta'kidlagan. ABC to'rining 18 avgust xabari ko'ra, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining alohida tekshiruvchisi Tomoya Obokata tomonidan e'lon qilingan majburiy emgakka doir dokladda Xitoy hukumatining Uyg'urlarni majburiy emgakka solayotganligi xulosalab chiqilgan. 16 avgust e'lon qilingan mazkur dokladda shunday deyilgan: alohida tekshiruvchi Sharq Turkistonda Uyg'ur, Qozoq va yerlik boshqa millatlar dehqonchilik va yasimichilik qatorliq sohalarda majburiy emgakka solinayotdi deb yakun chiqarishni muvofiq deb qaraydi. Alohida tekshiruvchining qarashicha, nurg'un ahvollarda bu kishilarning qilayotgan emgakining majburligini ko'rsatib bergan ko'rsatkichlar mavjud. Ba'zi ahvollar hatto ularni qo'l qilishdek insoniyatga qarshi jinoyatni tashkil qilishi mumkin. Dokladda ko'rsatilishicha, Sharq Turkistonda ikki xil alohida davlat huquq bergan sistem mavjud. Biri atalmish kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalash markazi sistemasi bo'lib, bu yerda yerlik millatlar tutib turildi va o'rlashtirildi. Yana biri atalmish emgak kuchlarini yo'tkab namratlikdan qutuldirish sistemasi bo'lib, bu yezidagi ishchilar qartilgan. Xitoy Diplomatiya Ministerligi 17 avgust Xitoyning Sharq Turkistonda majburiy emgak mavjudligini rad qilganligini qayta ta'kidlagan. Va mazkur ministerlikning bayonotchisi Wang Wenbin Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tekshiruvchisi Tomoya Obokatani Xitoy qarshi kuchlarning Sharq Turkiston to'g'risida to'qib chiqqan kazzobligi ham saxt uchurga ishonish bilan ayblagan. News to'rining 19 avgust xabari ko'ra, Xitoy Xalq Ozodlik armiyasining Sharq Turkiston harbiy rayoni qo'mondonlik shtabi Sharq Turkistondagi dengiz yuzidan egizlik yuqori bo'lgan rayonda yer yuzidan havo qo'yib berilgan boshqurilgan bombani sinab qilib, nishonlangan aeroplanni etib tushirgan.
Janubiy Xitoy Sarpochta gazetining xabariga ko'ra 8-oyning 15 kuni, ya'ni Hindistonning davlat mustaqillik kunida Xitoyning markaz televiziya stansiyasi Sharq Turkistondagi dengiz yuzidan egizligi 4500 metrdan oshadigan egizlikda yerdan havo qo'yib berilgan yangi tipli boshqarilgan bombasini olgan. Rost o'q-to'g'ri ishlatilgan manevrni naq maydondan olib tarqatgan. Harbiy kuzatuvchilarning aytishicha, Xitoy markaz televiziya stansiyasining ko'rinishlaridan qaraganda bu aeroplanga qarshi boshqarilgan bomba bo'lishi mumkin ekan. O bir avtomobilga sig'adigan bir gavdalashtirilgan sistemaning bir qismi bo'lib, intayin harakatchan va dal joyga tekuzlaydi ekan. Janubiy Xitoy Sarpochta gazetining ismini oshkorlashni xohlamagan harbiy kuzatuvchining so'zini naql keltirib xabar qilishicha, mazkur siniq Hindiston bilan Xitoyning talash tortishdagi chegarasini bo'ylab o'tkazilish oldi turgan Hindiston Amerika birlashma manevriga qarshi cho'chitish rolini o'ynashni maqsad qilgan ekan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.